Zhu Kun, xitoycha Zuhu Kun, ajdarho imperatori, shuningdek qadimiy ajdarho imperatori. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, Donghua tahlil kanali va yana Uzextreme. Ushbu video rolikda Zuhu Kun qadimiy bo'shliq ajdarhosining imperatori haqida gaplashamiz. 15,000 yoshdan ortgan Zuhu Kun Ziyaning otasi va qadimiy bo'shliq ajdarholar qabilasining sobiq ajdarho imperatori hisoblanadi. Tashqi ko'rinishidan sirlilik bilan to'la kishi bo'lib, binafsha oltin sochlar va oltin ko'zlarga ega. Fe'l-atvori Zhu Kun birinchi qor paydo bo'lganda juda hukmron va g'azabli edi. Chunki Xiaoyan uning qizini o'ldirgan deb o'ylab, uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Biroq Ziyan paydo bo'lgach, darhol unga bo'ysunadi va uning har qanday so'rovini bajarishga tayyor bo'ladi. Chunki nihoyat qizi bilan qayta uchrashgandi. Zuhu Kunning ma'nosi, ya'ni Zu sham yoki mash'al degan ma'noni anglatadi. Bu yorug'lik manbai bo'lib, aniqlik, yo'l ko'rsatish, ma'rifat ramzidir. Unda olov mavjud bo'lib, bu olov ham bog'liqlikni ko'rsatadi. Qadimda sham va mash'al yorug'lik uchun ishlatilgan. Shuning uchun bu belgi ba'zan donolik va nur timsoli sifatida ishlatilgan. Shuningdek, Zulong qadimiy afsonalarda tasvirlangan gigant qizil quyosh ajdarhosi va ma'bud bo'lib, u inson yuzi va ilon tanasiga ega. U ko'zlarini ochib yopish orqali kun va tunni, nafas olish orqali esa shamol va fasllarni yaratgan deb aytiladi. Kun esa yer yoki tuproq ma'nosini bildiradi, lekin ona tabiat barqarorlik va o'zlashtiruvchi kuch ramzi sifatida ishlatiladi. Tao falsafasida u yin prinsipiga tegishli bo'lib, passiv qabul qilinuvchi anona tabiat timsoli hisoblanadi. Ching o'zlashtirishlar kitobida esa belgi yer triganga to'g'ri keladi va barqarorlik, serhosillik va qo'llab-quvvatlashni ifodalaydi. Zuhu Kunning tarixi qizi Yan sayohat qilib yurgan paytda Toshi qadimiy imperatori tomonidan qadimiy imperator saroyida qo'riqchi sifatida tuzoqqa tushadi. U shu joyda 10,000 yildan ortiq vaqt davomida asirlikda qolib ketadi. Sujetdagi o'rni esa Zuhu Kun birinchi marta Xiaoyan magma olamiga qaytib, qadimiy imperator saroyini topganida paydo bo'ladi. U Xiaoyanning tanasida qizining qon merosi borligini sezgach, uni Ziyanni o'ldirgan deb o'ylaydi va Xiaoyanni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo Xiaoyan qandaydir yo'l bilan magma olamidan chiqib ketadi. Keyinchalik Hun Tiandi Toshi qadimiy imperator nefriti yordamida qadimiy imperator saroyini chaqirganida Zhu Kunni ozod qiladi. Shu sababdan Zuhu Kun Tiandiga qarzdorlikni aytadi. U Xiaoyanni ko'rgach, butun kuchi ishga solib, unga hujum qiladi va Xiaoyan o'zini portlatmoqchi bo'lganida Ziyan paydo bo'lib, otasini to'xtatadi. Zhu Kun qizini tanigach, darhol hujumni to'xtatib, Ziyan otasi kimligini bilib olgach, undan Hun Tiandini o'ldirishini so'raydi va Zhu Kun hech ikkilanmay rozi bo'ladi. Qadimiy imperator saroyidan hamma chiqayotgan paytda Zhu Kun samoviy olov maydonini o'zi bilan olib chiqadi. Chunki boshqalar anglamagan bu kuchli qurolning asl ahamiyatini bilgan edi. Keyinchalik Xiaoyan aynan shu qurol yordamida Hun Tiandini mag'lub etadi. Zuhu Kun, Guli va Yan klanlari birgalikda Hun Tiandiga qarshi jang qilishadi. Ular Xiaoyanga dovdiy darajasiga ko'tarilish uchun vaqt yutib berishadi. Nihoyat Xiaoyan dovdiy bo'lgach, Hun Tiandi va Hun klani tormor qilinadi. Keyinchalik Zuhu Kun Gu Yuan bilan birgalikda Xiaoyanning saroyiga tashrif buyurishadi. Ular ikkalasi ham Xiaoyan bergan aql chi tufayli dovdiy darajasiga ko'tarilgan bo'ladi. U qizini juda ham yaxshi ko'rgani tufayli Xiaoyanni avval o'ldirmoqchi bo'ladi, chunki qizini o'ldirgan deb hisoblaydi. Ziyan o'zining ajdarho Feniks qonini bergan tufayli. Ammo keyinchalik Ziyan paydo bo'lib, Xiaoyanni qutqaradi. Shunda Zuhu Kun ularning orasidagi aloqani tushunib, bu aloqani yanada mustahkamlovchi jihat Xiaoyan unga asl chi berib, dovdiy darajasiga chiqishga yordam berganida hisoblanadi. Donghua tahlil kanali va Uzextreme osmondagi janglar animesini tomosha qilish uchun Banana TV ilovasini tavsiya berib qolamiz va kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.